Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim va podpисчиklarim. Ana bugun men lider Jondor avtosaloniga, Bahromjonga keldim. Как ustoz bir duo qilib ketay dedim. Yo'lni ustida jumani Jondor masjidiga o'qidik. Alloh dargohiga qabul qilsin. O'qigan namozlarimizni qaysi mashina desangizlar ham bitta operatorini ko'rsating, hammasidan bor. Avtokredit deysizmi? Пожалуйста. Hozir boshlang'ichini 1-2 ming beraman, qolganini har oy deysizmi? Halol savdo lider avtosaloniga. Men endi 50 yildan buyon shu sohadaman. O'ylamanglar, men blogerlik, endi bu blogerlik deydimi, bu reklama deydimi, nima desalar. Lekin negativchilarga to'pladi nima deyish. Men xohlaymanki, ana shu hamma avtosalonlarga, shu lider Jondor avtosaloniga qarab, ana Azamjonniki bor, boshqa bolalarniki bor, Buxoroga bor, o'zimizga bor, hammani barakotlarini bersin. Halollik, poklikka biron narsa yetishmaydi. Kelinglar, zo'r qilib, Astanoy Olot, Qarako'l oladigan yo'lni usti. Chunki biron muammosiga chiqmaydi, muammosi chiqqan paytga ham sizga yaqin, bemalol kelasizlar, muammosi yo'q. Пожалуйста, kelinglar. Lider Jondor avtosaloniga, Bahromjon, ana Behruz, hamma yaxshi ukalarimiz shetda. Alloh rozi bo'lsin. Zo'rni zo'r deyish kerak. Zo'r kim? Zo'r Bahrom, Behruz. Gap yo'q.